Diyor Studio taqdim etadi. Quyosh qadar mehrining nuri dunyolarda umrim mazmuni gullar soching shirin iforlar. Bugun onam tug'ilgan kuni qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon. Bugun onam tug'ilgan kuni onajonim gul rayhonim mehribonim tug'ilgan kuni onajonim onajonim mehribonim tug'ilgan kuni. Sabab yasharman quna o'sib ulg'aydim bag'rida yayrab kulgisi bayram baxtimga hamdam yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon. Bugun onam tug'ilgan kuni onajonim gul rayhonim mehribonim tug'ilgan kuni onajonim onajonim mehribonim tug'ilgan kuni. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadri baland Diyor sitesining doimiy kuzatib boruvchi obunachilari. Mana bugun tabrik loyihamizning yana bir ajoyib sonini siz azizlarimizga hadya qilamiz. Bugun Ellikqal'a tumani Paxtachi mahallasida eng bir ko'zga ko'ringan, eng obro'li, faxrli xonadonlarning birida, ya'ni Maqsudjon akamiz xonadonlariga turmush o'rtoqlari Gulbahor onamizni tavallud ayyomlari shukrona kunlari bilan tabriklab, albatta musofirda yurgan farzandlari nomidan, barcha qizlari nomidan, kelinlari nomidan, mana shu shirindan shakar nabiralar nomidan tabriklab tashrif buyurdik. Siz ham otangizni, onangizni, balkim jajji farzandlaringizni unutilmas onlarni Diyor sitesi orqali tarixga muhrlamoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ijodiy jamoamiz hamisha sizlar uchun yaxshi kunlaringizda xizmatdamiz. Maqsudjon akamizga, Gulbahor onamizga uzoq umr tilaymiz. Hozir kirib birgalikda chiroyli qilib tabriklab qo'yamiz. Qani ketdik. Bugun Gulbahor onamizni tavallud ayyomlari bilan tabriklab, albatta farzandlar nomidan tabriklab tashrif buyurdi. Daramizga taklif qilamiz, salom qilib qabul qilib olishlarini so'raymiz. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Bugün baxtli onimda onajonim yonimda o'ynab ona yig'lamang qurbon sizga jonimda. Bugün baxtli onimda onajonim yonimda yig'lamang qurbon sizga jonimda. Onamga gul teraman onamga gul teraman roziligi g'olib o'zlaridan o'taman. Onamga gul teraman onamga gul teraman
bizda xonatan o'tdi umri mehnatda bizni deb har oila bizda xonatan o'tdi umri mehnatda bizni deb har onatan bog'larda gul teraman onamga gul beraman roziligi doim ko'zlaridan o'paman bog'larda gul teraman onamga gul beraman roziligim olib ko'zlaridan o'paman salomat bo'linglar. Mana shunday to'xtamni oshimiz. Vaqtga bir yoshlikni eslab shunday to'xtamni yedirib qo'yasiz endi bir-birlaringizga.
Assalomu alaykum. Daramizga yangi qo'shilgan mehmonlarimizga assalomu alaykum deya daramizni davom ettiramiz. Bugun Masjidjon akamizni Gulbahor onamizni xonadonida eng bir quvonchli shodiyona Gulbahor onamizni tavalludiga borish kirom kunlar bilan tabriklab, albatta barcha farzandlaringiz nomidan, qolaversa kelinlaringiz, qizlaringiz, shirinda shakar nabiralaringiz nomidan, turmush o'rtog'ingiz, Masjidjon akamiz nomidan, barcha oila a'zolaringiz nomidan tabriklab tashrif buyurdik. Sizlarga uzoq umr tilaymiz. Allohim bergan umrni birgalikda chiroyli qilib, mazmunli qilib yashashingizni, mana shu farzandlarni, nabiralarni yaxshi kunlarda bosh bo'lib, to'ylariga bosh bo'lib bermoqni Allohim sizlarga muyassar qilsin deb qo'yamiz. Birgalikda haj safarlarga safar qilib, hojota, hojona degan unvonni ham sizlarga Allohim muyassar qilsin deb qo'yamiz. 100 yosh bilan yuzlashtirib, asr bobo bo'lganingizda mana shu diyor studiyasi bilan birgalikda, mana shu mehmonjonlar bilan birgalikda xonadoningizga tashrif buyurib, siz azizlarni muborakbod qilmoq nasib aylasin deb qo'yamiz. Tabriklaymiz, umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Bugungi kechamizning malikasi bo'lmish, qirolichasi bo'lmish onajonimizni, ya'ni Gulbahor onamizni bir kunroz kasanglar bilan tabriklab qo'ysak. Salomat bo'linglar. Qarsak chagan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Har biringizni xonadoningizda mana shunday yaxshi kunlar, fayzli tavallud yo'qlar, bayramlar, to'ylar ko'p bo'laversin deb qolamiz. Uzoq umr tilaymiz. Bo'lay desang jannatda. Parvardigor hurmati, Muhammadning ummati, volidangni rozi qilib. Ursa qo'lim silagana, tursa o'tkir bilagani, so'ksa umr tilagana, volidangni rozi qilib. Baxtimizga onalarimiz sog' bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Bir kunlik Alloh hurmati, bir kunlik bergan ortisti hurmati umrimizni bag'ishlasak ham, onalarimizni qanchalik maqtasak, e'zozlasak, boshimizda qo'yib bersak arzimaslar. Onalar oyoq ostida jannatga bejizga aytishmaydi. Onalarimiz suyangan tog'imiz, ishongan bog'imiz. Ilohim farzandlaringizni, nabiralaringizni baxtiga sog' omon bo'lib, Masjidjon akamiz bilan Allohim bergan umrni birgalikda o'ynab kulib, davr-tomon surib o'tkazmoqni Allohim sizlarga muyassar qilsin deb qolamiz. Masjidjon aka, endi bir chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, tabriklab qo'yasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilohim qo'sha qaringlar. Qani davom ettiramiz tilaklarni. Mana bugun Bahor qo'yamda bo'lgan kun ekan, doim tabriklayman. Vaqtida mendan qarshi doim. Qapqalarni hamisha to'ylari bo'ldi. Hojona bo'lsa Xudoyim Allohni buyurib. Qapqalarni hamisha to'ylari bo'ldi. Bolalarimizdan do'lib tosh o'ynab kelib kelgan qo'yib. Bolalarni kelgan rohatini ko'rib, eng qarshi o'ynab keldi. Doim shodlik turarlik o'tirishsa, vaqti bo'lsa, 100 yashaysiz. Allah'ın rahatını görürse, tecmama, tecbaba boyutsa. Ben uzunlar uzak kızı, yüzlere girdiler. Vallahi rahatını görüş Allah'ından nasip eylesin. Allah tebrikliyim. Daim bile 100 yaşa girip, ben karıştıysa Allah'ın rahatını görürse. Tebrikliyim. Ben karışımda. Ne muratlarınız olsa yetkisize. Vallahi rahatını. Gulbahor apa, ömrünüz uzoq bo'lsin. Maqsad aka bilan dam qarishib, aqtiq jo'g'liqlar sonini bilmay o'tiribsiz. Keling. Sazaket. Sabahat kan? Ana tebrikliyim. Güzel yaşlara sağ olun. Atabilerle karşı. İman baxtımıza sağlık, rizq babam bilan berdi. Tebrikliyim de olan gününüzde. Ben karıştıysa başımıza Anadan kalma kalma. Hatta iştilmedi. Yana Ben kalma kalma. İkinci namaz. Sabırın tebrikliyim doğan. İkinci namazına terikler. Ana tebrikliyim doğan bizler. 100 yaşlara atam bilan görüşdük. Rahmet sağ olasın sana. Ana tebrikliyim doğan gününüzde atam bilan 100 yaşa girdik. Rahmet sağ olun. Ben.
Aynen tebrikliyorum. Sahtımıza sağ olursunuz. Güzel şahane başarılar gördüğünüz sınavından tebrikliyorum. Hemşe sağ olun. Vaktinize sağ olun. Tebrikliyorum. Güzel şeyler. Rahmet balam sağ olun. Ben olmayacaklarız. Bilen maksatken bilen den karışın. Gelirlerini, aktıklarını, kızlıkını görüp karılıp geçtiğiniz görgüsüler. Vaktinize sağ salamet o bir ballarınız hacma, muhacib oğlu bu görgüsüler. Yüze girin. Salomat bulunma yana bir bor, yaxshi niyatlar ijobatini bersin deymiz. Gulbahor onamizga uzoq umr tilaymiz. Ilohim farzandlaringizni baxt kamolini ko'rib bermoq nasib qilsin. Endigi so'z navbat sizga musofirda yurgan farzandlaringizga amalashilgan aziz mehmonlar. Hürmetli apiyeler, mehmanlar, heminize rahmet. Şimdi yaxşı dileklerimi bildirdiğinizde Xudoyim siz yana yaxşı günlerinizde şimdi kuvvanç batırırınız. Sağ olun. Xudoyim heminizni Allah'dan ne dileyen bulsanız Xudoyim özü yetirdiği maksatlarınızı. Xudoyim beni şimdi oğul kızım gelirlerini tebrikletti. Bulanın ferzentleri şimdi siyla hürmet edip tebrikler. Hacata borçlarına Xudoyim niyet bildiremen, dilek dileyim. Benim şu koşkanım bilen koşakarlığıma kocayım bilen. Ballar rahatını görgümüz. Seferde ballarımızam sağ boğuyla. Yiğit olsa Allah'ın penahında boğuyla. Durup taşıp gelip Xudoyim tapkallar, toylara, yaxşı günlere buyurdu. Size hem rahmet aytamam. Sağ boğuysa, tapkallarınız, toylarınıza, yaxşı günlerinize buyurdu. Sağ olun, rahmet. Ketekam rahmat, sağ olun. Yana bir bor yo'qroq kasaylar bilan tabriklab qo'yamiz. Salomat bo'linglar. Musofir yurgan farzandlaringizga ishonda omad tilaymiz. Alloh yor bo'lsin, madadkor bo'lsin. Yurtimizni, ota-onasini, oilasini, farzandlarini bag'ridan sog' salomat kelishini deb bo'lamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Siz bilgan, siz kutgan, siz sog'ingan tabriklar loyihasimizda davom etadizlar. Qani endi barchangizni o'tirmaymiz, davramizda o'yinlarimizni taklif etamiz. Qo'shiqlarimiz davom etadi. I'm
aytamiz. Oh yorim, aman yorim. Ah yorim, aman yorim. Ben bir gülmen gül yarım. Ah yorim, aman yorim. Ben bir gülmen gül yarım. Ah yarım, aman yarım. Sen bir gülsün gül yarım. Ah yarım, aman yarım. Kıymamazsan gül yarım. Katta rahmat hammangizga. Sog' bo'linglar. Yaxshi, sağ ol. Yaxshi. Qo'shib qo'yaveraymi? Oynab gelip doğrultaşıp geliyor. Kalsın, bereketli diye Allah'ın kolayına. Kadarında kuşak karılıysa, Allah'ın baktı tahtına seyirip rahatını göreyip oynab gelip kırılıysa, sağ oluysa, koyunuz yaşadıysa. Hemişe şunu bir yakşı günlerde oyladan bir koyunlarına. Kiralpam bilen, beykemiz yaşa gitti rahatayım. Ben karışık bir var. Vallahi rahatını gördüm. Hala tebrikliğine 100 yaşlara girdiyiz. Kulağım hakkı daimden ben kar. Vallahi rahatını gördünüz. Ne kadar etken bulsanız, şuraplarınıza yeter, ballarınızın baktına tahtına sürekli karışıkıysa. Soğan günleriniz bilen, hastayken bilen den karışın. Aktık çolukla rahatını görün.
Həmişə həcana, həcata bu bilgisi biz yaşayırız. Mən doğduğumuz günə maqsədkən bilan poşaklarım, den qarışqısız, axtıqlarını, çoluqlarını, gəlirlərini, xizmətini görgüsüz. Yaxşı günlərdə, toylarda oturuş nəsib etsin, 100 yaşa girgisiz. Vaxtınızda ballarınız, gelin axtıqlar, qızla sağ oğuyub. Daim həcim amma, həcata bu maqsədkən bilan den qarışıb, qarılıb geçtim, sürüp yürgüyüz, yetələşiyik. Sağlık ve görüşkiyimiz. Yani yaxşı ne demiş ki, sağlık selametimizi, nekilahını doğumunu, ömrümüzde kuzun bırak yüz yaşasın. Babamın rahatını görüp ikinci meselesin. Astıkların çoluklarını yüze girsin. Yok, ben aç. Aç ol. Ben kardeşim, soğuklara rahatını görüp biraz etilaşabilmek. Aç sinem atacak mısın? Aç. Apamın Rıza Kozan, ben kardeşime. Siz ne? Ben de aç ama. Atıyorum o kempeli. Bana açsın katacak. Sağlık kızım oldu.